Eringiz 4 yildan beri yotib qolgan ekan. Nimaga shu paytgacha ajrashib tashlab ketaman demadingiz? Hozir ayrim ayollar shunaqa bo'lib ketgan-ku. Men tashlab ketmadim. Xo'jayinimni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasiz? Yaxshi ko'raman. Hech urushmaganmiz, tortishmaganmiz, yaxshi mehribon inson. Assalomu alaykum. Ro'za oyi kirib kelishi bilan haqiqiy haqdor oilalarni izlab, ehsonini qilib, Alloh taoloning roziligini topaman deb yurgan insonlar. Bugun biz Andijon viloyati Izboskan tumaniga kelganmiz. Bu yerda 88-yilda tug'ilgan Qurbonov Mansurbek aka mana 4 yildan beri tushakka mixlanib qolganlar. Yurak kattalashi, yurak parogi tashxisi qo'yilgan. Mana uylariga keldik. Uyda aka yolg'iz boquvchi ekanlar. Boshqa erkak kishi yo'q ekan. 4 nafar farzandlari bor ekan. Mana qaranglar, birontasi voyaga yetmagan. Bu kishi ayollari, azizlar, akamiz Hindistonga borib davo topishi uchun operatsiya narxi $22,000 deb belgilangan. Qo'shimcha xarajatlari bilan $25,000 bu oila uchun hozir mablag' zarur. O'rtoqlar, sizlarga har doim bir narsani ta'kidlayman. Shu videoni 5 ta 10 ta do'stingizlarga tarqatib, like bosish sizlardan hech narsa olmaydi. Ketsa agar 5-10 soniya vaqtinglarni oladi. Shu videoni istoriya qilinglar. Ro'za oyida ko'plab insonlar, saxiy insonlar shunaqa haqdor oilalarni qidirib yurishadi. Mana haqiqiy haqdor oilani chiqardik. Akamiz tushakka mixlanib qolganlar, yurak parogi kasalligi bilan 4 nafar voyaga yetmagan farzandlari bor. Mana shu rossiyskiy karta, o'zbek kartalarni qo'yamiz. Hammasi Sayyodjon Abduqodirov nomida azizlar. Imkon boricha ehson qilinglar. Kimdir kelib ko'raman, puliga naqd pul beraman deydiganlar bo'lsa, bizga aloqaga chiqsa, uy adreslarigacha beramiz azizlar. Dadam kelsin. Nima deyishmoqmi? Dadam kelsin. Necha yoshga kirdingiz? 5 yoshga. Shu paytgacha aka yerda yarmini sotib davolandingiz. Davolandim. Qo'shni sotib oldimi? Qo'shni sotib oldim. Uyda yolg'iz boquvchi o'zingiz. Aynan. Hozir tirikchilik nimadan ketyapti endi? Tirikchilik. Shu nogironlik pensiya bor. Shu Farg'onani Farg'ona olis hududiga sizni qidirib, kichkina chaqalog'im bilan bordim. Topa olmadingiz. Topa olmadim. Ashitda o'sha kuni qor yog'ayotdi, rosa sovuq edi. Noyabr oyida bor. Alloh endi kelishimni shu kunga belgilab qo'ygan ekanda Ro'za oyida. Shuncha yil yashab sizni biror marta urmagan. Urmagan. Rostini gap. Rost hech qachon urmagan, so'kmagan.